Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, Yashnobod tumanida bitta proyektimiz o'z nihoyasiga yetdi, ishlar yakunlandi va hozir mana shu yerda bajarilgan ishlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Darvoqe, mana shu video uchun birinchi laykni men bosmoqchiman. Mendan oldin layk bosganlar bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldirasiz. Ketdik. Wow! Mijozimizni didlari umuman boshqacha ekan do'stlar. Mana e'tibor beringlar. Kirish eshigini o'ziyoq ularni didlari qanchalik go'zal ekanligini ko'rsatadi. Xullas, ichkariga kiramiz. Bemalol birgalikda hozir uylarga sayohat qilamiz. Darvoqe, hali mijozimizni o'zlari ishdan ajralib yetib kela olmadilar, lekin biz imkon qadar ulardan ruxsat olgan holatda mana tasvirga olish ishlarini boshlab yubordik. Demak, mana bu tomonda dahliz qismi, kattagina oyna ham joylashtirilgan bu yerda va mana bu yerdan har doim biz mana shu obzorlarimizni amalga oshirayotgan vaqtimizda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mehmonxona qismlarida 2 tabaqali, aniqrog'i 1,5 tabaqali va ichki qismi ko'rinadigan mana shunday oynali eshiklarni o'rnatib berganmiz va bu mijozimizga ham xuddi shunday eshikni tavsiya qilgan edik. Dilerlarimiz tavsiya etishgan edi, ular ham mana shu tanlovni qabul qildilar. E'tibor beryapsizlarmi? Tutqichni ovozidan boshqa hech qanday nuqsonli ovozni eshitmaysiz. Xullas, bu uyimiz uchun biz mana shu tarzdagi eshiklarni, agar aniq sanaydigan bo'lsak, 6 ta eshik, kirish eshigiga eshik qoplamasini o'rnatganmiz. Qolaversa plintuslar va mana bunday batareya qoplamalarni biz mana shu mijozimiz uchun tayyorlab berganmiz. Endi yana bitta narsa, agar sizga ham mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Qolaversa, mana shu uyimizni interyer dizayni haqida fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol layklarni bosib, fikringizni izohlar qismida yozib qoldirishingiz mumkin. Ketdik keyingi xonaga. Mijozimiz bizga murojaat qilganlarda biz ularning avvalo fikrlarini eshitdik, ichki dizayn, uylarning qurilish uslubini ko'rdik va ana undan keyin o'z tavsiyalarimizni berdik. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsangiz, uydagi barcha eshiklarning rangi uyni egasini qalbi kabi oppoqda, mana oppoq va bu yerda alohida bezaklarga e'tibor qaratishingiz mumkin. Uyni qurilishi bilan uyni mazmuniga to'la mos keladigan eshiklar tayyorlab berilgan. Endi sekin-asta mana bu tomondagi xonalarga o'tamiz. Demak, aytib o'tish kerak, bu yerda sanuzel xonasi uchun yopiq eshik tayyorlangan va mana bu tomonda oynali vitrajli eshiklar bu oshxona qismi uchun alohida tayyorlab berilgan. Shundoq oshxonadan chiqishimiz bilan chap qo'lda bolalar uchun maxsus yotoqxona ham tayyorlab qo'yilgan. Eshiklari boshqa eshiklardan mazmunan ham, sifat jihatdan ham umuman farq qilmaydi. Kelinglar. Mana shu xonaga ham bitta e'tibor qaratamiz. Bu bolalar uchun yorug', quyosh tushishi mo'ljallangan xona sifatida tayyorlab qo'yilgan. Bolalaringiz bemalol mazza qilib mana shunday xonalarda ham yashashlari, ham darslarni qilishlari mumkin. Bolalar yotoqxonasidan chiqqanimizdan keyin bu tomonda ota-onalar yotoqxonasi tayyorlangan. Endi mana shu xonaga bitta alohida to'xtalib o'tamiz. Agar bundan oldingi kadrlarda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, mana shu xonadonimiz uchun qurilish ranglarida, uslublarda asosan 2 xil rangdan foydalanilgan. Asosan tilla ranglar, alohida detallar uchun va albatta oq rangdan foydalangan. Endi eshiklarda esa biz mana shu sohada ishlatiladigan fil suyagi rangi bor. Fil suyagi rangidan mana shu eshiklarda foydalanganmiz. Agar bozorlardan shu tarzda eshiklarning bezaklarini oladigan bo'lsangiz, o'ta ehtiyot bo'ling, chunki bozorlarda mana bunday bezaklarning rezinadan tayyorlangan variantlari bor va 3-5 yil muddat o'tgandan keyin bu kabi rezinalarning vaqt o'tishi bilan ko'karib qolish holati bor. Bizda esa bunday holatlar aslo bo'lmaydi. Xullas, tutqichga e'tibor qaratasiz. Tutqichlar, mana bu kichik dekorativ bezaklar o'zaro monand tarzda tayyorlangan va rangi ham u qadar mana shu eshikning rangidan qochmagan holatda tayyorlab berilgan. Va bu kabi dekorativ bezaklarni siz uyingizning barcha burchaklaridan bemalol topishingiz mumkin. Siz ham uyingizni mana shunday dizaynda, uyingizning eshiklarini mana shu tarzda tanlamoqchi bo'lsangiz, albatta kompaniyamizga murojaat qiling. Har bitta detalda, hattoki mana bu brend belgisida ham tilla rangdan foydalanilgan.
mijozimiz kelib qoldilar shekilli. Soat 3 bo'ldi. 3 ta kelaman degandilar. Kutib olamiz, ha? Bu shinamgina mo'jazgina uyimizni egalari kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'z uyingizga xush kelibsiz. Biz sizni olib qo'ydik. Rahmat aka, rahmat. Uy juda ham chiroyli. Tabriklaymiz. Qutlug' bo'lsin bunaqa uylar. Endi bitta savolim bor edi. Ichkariga kirdik, boshqacha atmosfera, ichki interyer juda ham chiroyli ekan. Qaysidir chet mamlakatlarga borib ko'rib kelganmisiz yoki kim sizga bunaqa ideya berdi? Ya'ni qurilish uslubi haqida, masalan, qaysidir ma'noda bu yerda ham o'ziga xos zamonaviylik bor, ha? Kimdir maslahat berdimi? Endi maslahat dizayner bilan ishladingizmi? Dizayner bilan ishladik, albatta, dizayner bilan ishladik. Ham dizaynerning ideyasi ham o'zimizda ham yana bir takliflaringiz bor. Takliflar bilan shu qarorga kelganmiz shu dizaynga. Akbarich kompaniyasini qachondan beri bilasiz? Akbarich kompaniyasini 2 yildan ziyod bo'ldi bilganimga. Doim ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boraman, ishlarini yaxshi, sifati kuzatib, shunda borib ko'rganimda haqiqatan ham sifati yaxshi edi. Shunga biz Akbarich tanlaganmiz. Juda ko'pchilik baribir bizni kompaniyamizga murojaat qilishdan oldin baribir boshqa kompaniyalar bilan solishtirib ko'radi. Yoki murojaat qilishadi, yoki bilvosita shunchaki solishtirib ko'rishadi. Siz nima qilgansiz? Misol uchun boshqa kompaniyalarga murojaat qilganmisiz hech? Ochiq aytavering bemalol. Yo'q, albatta, boshqa kompaniyadan biz olganmiz. Endi ular ham O'zbekistonimizda nomi yaxshigina kompaniyalardan biz avval zakaz qilib, buyurtma berib olganmiz. Solishtirdim, albatta solishtirganimda natijasida yaxshiroq bo'lgani uchun narx-navosi ham shuning uchun shu kompaniyani tanlaganman. Hozir mana mehmonxona uchun, qolaversa qolgan xonalar uchun ham eshiklar olgan ekansiz. Birortasi pand berdimi? Qaysidir jihatda ko'nglingiz to'lmagan joylari bormi? Qanday turibdi? Bemalol aytsangiz bo'ladi. Yo'q, bunaqa eshiklardan ko'nglim hammasi to'g'da, servis kamchiliklarini yana qayta 2 marta servis kelib to'ldirib hamma kamchiliklarni qilib ketishdi. Endi albatta kamchilik bo'ladi, chunki remontdan chiqqan uy kamchiliklarni hammasini to'g'rilab ketishdi. Bu mayda-mayda kamchiliklar unaqa. Qaysi tumandan olgandingiz? Qaysi dilerimizdan olgandingiz? Biz Chilonzordan. Chilonzordan. Chilonzor. Adashmasam Lutfulla aka. Lutfulla aka bilan hamkorlik qilgansiz. Xo'p, mana bu dizaynlarga o'zlari tavsiya berdilarmi yoki o'zingizni ham fikringizni eshitdingizmi? Yo'q, biz katalog tanlab olganmiz-da, o'zimiz tanlaganmiz. Chunki qurilish bitgan edi, ha? Uy interyeri bitganda shunga mos holatda tayyor bo'lsin degansiz, ha? Biz katalogdan mana shu dizayn tanlaganmiz. Endi agar eshitgan bo'lsangiz, kompaniyamiz tomonidan 234 mega aksiyasi o'tkazilgan edi. Mana shu aksiya doirasida biz barcha bizni kompaniyamiz bilan hamkorlik qilgan barcha mijozlarimizga qimmatbaho sovg'alarni olib kelgandik. Shulardan bittasi sizga ham nasib qilgan aka. Mana shu hadyani mana sizga taqdim etamiz. Rahmat. Bu yerda juda qimmatbaho esdalik sovg'alar faqat siz uchun, faqat kompaniyamiz mijozlari uchun. Marhamat. Buni olishingiz mumkin. Sizni mana shunday ajoyib, chiroyli, shinam uy bilan tabriklaymiz. Bu yerda oilangiz bilan uzoq yillar mobaynida baxtli hayot kechirishni tilab qolamiz. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'linglar. Hammaga bundan chiroylilar nasib qilsin, sog' bo'linglar. Azmat aka, rahmat aytib borishim. Mana bizni kuzatayotgan tomoshabinlarimizga kompaniyamizni tavsiya qilasiz. 3 ta sabab keltiring mana shu kompaniyaning eshiklarini tanlash uchun. Avvalambor sifat, narx-navosi hamda o'z muddatidan avval tayyorlab qo'yar ekan. To'g'risi biz shoshilib qoldik. O'sha 3 ta sabab shu. Chunki berilgan muddatdan juda ilgari tayyorlab qo'yishdi. Shuning uchun juda ko'pchilik mana shu jihatni alohida e'tirof etadi. Chunki vaqtida tayyor bo'lishi, demak, boshqa kompaniyalarda bu sal ortga tortilar ekan, lekin bizning kompaniyamizda bunday jihatlar begona, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'z vaqtida kerak bo'lsa aytganlaridek, vaqtidan ilgari biz eshiklarni siz uchun tayyorlab beramiz. Aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Gapirishni ko'ryapsizlarmi? Silliq ketadi-ya. Agar kompaniyamiz bilan hamkorlik qiladigan bo'lsangiz, sizni ham ishlaringiz mana shunaqa silliq bitadi. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Milliy brend Akbarich, ko'ngil tinch.